6 may kuni Metallurglar madaniyat saroyida O'zbek kombinat aksiyadorlik jamiyati kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan korxona xodimlari uchun O'zbek qizi badiiy filmi namoyish etildi. Film Akbar Bekturdievning Ikkinchi jahon urushi Sharqiy frontida Qizil armiya safida bo'lgan o'zbek bergan qizi haqidagi harbiy dramasidir. Harbiy qurol-yarog' maktabi bitiruvchisi 18 yoshli snayper Jamila Belarusiyadagi Kalinin frontida ko'ngilli jangchi bo'lib xizmat qiladi. Chunki uning sevgilisi urush frontining birida jang qilayotgan edi. Jamila jangovar tayyorgarlikdan o'tadi va jarayonlarda to'liq toplanadi. U barcha mashaqqat va qiyinchiliklarga bardosh beradi va mardonavor kurashadi. Voqealar rivojida Jamila o'z sevgilisini topadi. Ushbu film 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan namoyish etilgan bo'lib, barchada katta taassurot qoldirdi.